Hozirgi rejalashtirilgan amaliyotimiz juda ham qiziqarli, chunki bemorimiz gemorey hamda polip operatsiyasini boshdan o'tkazadilar. Polipda operatsiyadan oldin gistologiyaga topshirdik. Adenomatozni polip displaziya 3-daraja chiqdi. Bu albatta rak oldi jarayoni hisoblanadi. Hozir bu yerda gemoreylarni ham olib tashlaymiz, polipni ham olib tashlaymiz. Olgan polipimizni yana qayta gistologik tekshiruvga yuboramiz. Natijalarni albatta bizni kuzatib boring, yoritib boramiz xudo xolasa. Bemorimiz kasalliklarni mana shu yerga tashab, hozirgi vahimalari, ya'ni rak kasalligidan qo'rquvni ham mana shu yerga tashab, yengil bo'lib chiqib ketadilar. Jarayonni to'liq yoritib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Aka, qalaysiz? Yaxshimisiz? Eldar aka, uxlatib qo'ydingmi? Bitta tuguningizni olib tashladik, ikkinchi tuguningizga o'tdik. Shunaqa. Aka, qalaysiz? Yaxshimisiz? Ha, operatsiya sekin bo'lyapti aka. Ana sekin-sekin bitta tugunlaringizni olyapmiz aka. Yaxshimi hammasi? Og'riqlar bezovta qilmayaptimi? Yaxshi yotibsizmi? Yarmigami? Yo'q. Yarmiga paka bor aka. Endi narkoz muammosi u hozirgi kunda birinchi o'rinda. Ko'pchilik narkozdan qo'rqadi. Ko'p joyda shunaqa asorat berib qolyapti. Частный klinikalarda sizlarda qanaqa deb ko'p savol berishadi. Siz ham shundan qo'rqdingizmi? Endi appenditsitmi? Yo'q, keyin nima bo'lgan? Baribir qildirganmisiz? Appendikularning infiltrat, to'g'ri. Endi unda lecheniya qilsa yaxshi bo'lib ketadi, lekin osteofligmonozniy appenditsit bo'lsa, unda sizni xohishingizga qarab o'tirishmaydi doktorlar. Reski uydagilaringiz bilan maslahatlashib qiladi. Ekstreniy holat, u qilmasa ertaga yomon осложнение beradi u. İçinde kokta bo'lib sigara ekan, ichini mana qutulib olyapsiz, xudo xolasa. Gemoreylaringizni ham почти oxirgi bosqichlariga kelib qoldik. Bugun biz uchun kelgan gemoreylar hammasi baquvvat katta gemoreylar ekan. Gemoreylaringizgami? Undan ham ko'p. Qornim og'rib keldi, qop-qora qon keldi. Aha. Keyin e'tibor bermadim, yurdim. Og'rib yurdim. Chiqadi bo'ldi. Qon nasi ya'ni ichida ko'p bo'ldi. Chizillab otilardi deng qon. Hech qatvoysam to'xtab qolardi. Katta hojatga bo'la qo'rardi. Rosa yomon bo'lib ketgan ekan aka gemoreylaringiz. Ustidagi polipini qarang, adenomatozni polip displaziya 3-bosqich chiqqanda bu rak oldi jarayonida, ya'ni yurganingizda polipoz rakka aylanib ketish ehtimolligi bor edi-da. Xudoga shukr, mana vaqtida qildiryapsiz. Qutulasiz bu muammodan. Mana amaliyotimizni yakunladik. Bemor ham gemoreylaridan, ham poliplaridan butunlay qutuldilar. Xudo xolasa polip betda unaqa yomon narsaga o'xshamayapti. Oddiy polip chiqadi 90% ehtimollik bilan. Yaxshi niyatdamiz. Jarohat turi biroz kattaroq bo'ldi. Endi bemorimizni kutadi 15-20 kunlik faqatgina hojat paytidagi og'riq. Qolgan payti bemalol yuraveradilar. Biz
jarayondan keyin, ya'ni operatsiyadan keyin to'liq yaxshi bo'lib ketguncha 1 oy vaqt ketadimi, 1,5 oy vaqt ketadimi, bu vaqt oralig'ida bemorni to'liq nazoratga olamiz. Qayta ko'riklarimiz bor, qayta ko'riklarga kelib turadilar va kasalliklaridan butunlay xalos bo'lib ketadilar, xudo xolasa. Siz va yaqinlaringizda shunaqa gemoroy, polip, trishina kabi malliproktologik kasalliklar bezovta qiladigan bo'lsa, albatta aloqaga chiqsangiz, biz bu kasalligingizdan xalos bo'lishingizga yordam beramiz.